Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Limitni orderlarni qayerda, qanaqa qilib ishlatish kerakligini ko'rib chiqamiz. Buy stop, sell stop, buy limit, sell limit. Ularni qanaqa qilib o'rnatish kerakligi haqida men videolar olganman YouTube kanalimda ko'p. Telefondan ham, kompyuterdan ham hammasini ko'rsatib o'tganman. Mabodo kimdir bilmasa ko'rib o'tishingiz mumkin. Hozir esa qaysi holatda ishlatish kerakligini o'zimning misolimda ko'rsatib o'tmoqchiman. Misol uchun kelinglar боковой trendni olamiz. Mana bu yerda zona сопротивления, bu yerda zona поддержки, ya'ni боковой trendda bozor yuribdi deylik. Va qoida bo'yicha bilamiz, misol uchun qaysi tomonga qarab yorib o'tsa, narx o'sha tomonga qarab bozor ketadi. Odatda mana bu tepaga buy stop o'rnatamiz. Buy stop nima degani? Agar mana bu narx shu bizni o'rnatgan limitga yetib kelsa, avtomat tarzda robot buy ochib yuboradi. Buy stopni любой joyga o'rnatishingiz mumkin. Hozirgi narxdan tepada joylashishi kerak faqat. Bu yoqqa o'rnatishingiz mumkin, bu yoqqa farqi yo'q. Qayerga o'rnatsanglar, o'sha yergacha narx yetib kelsa, avtomat tarzda sizlarni ishtirokilasiz buy ochiladi. Sell stop ham xuddi shunaqa ishlaydi. Faqat hozirgi narxdan pastga o'rnatish kerak bo'ladi. Ko'pincha traderlar boshida qanaqa xato qiladi? Masalan, narx endi mana bu yerda yuribdi deylik. Sell stopni mana bu yerga o'rnatmoqchi bo'ladi. Sell limit bilan adashtiradi. Yo'q, hozirgi narxdan mana bu yerda yuribdi deylik narx, shundan pastroqda bo'lishi kerak. Farqi yo'q. Bu yoqda любой joyga sell stop o'rnatishingiz mumkin. Bu yo'ni ham sistemasi xuddi shunaqa. O'sha sell stopingizga narx yaqinlashsa, avtomat tarzda robot sell ochadi. Xo'p, buni tushundik. Buy stopni kamdan kam holatda ishlataman. Faqat o'sha qanaqadir fundamental yengilliklar chiqsa, buy stop, sell stop qo'yaman. Bilamiz, hamma yengilliklar bilan ham buy stop, sell stop qilib ishlab bo'lmaydi. Misol uchun 530 da impuls bilan otiladi tepaga yoki pastga va 530 bo'lishidan oldin 2-3 daqiqa qolganda mana bu yerda narx bo'lgan bo'lsa, mana bu yerga ham buy stop qo'yamiz, bu yo'lga sell stop qo'yamiz va farqi yo'q. Agar birdaniga yengillik chiqishi bilan bozor tepaga otilsa, demak sell stop o'chirib tashlaymiz. Baylarni foydaga chiqqandan keyin yo'qoramiz. Ishlash sistemasi shunaqa. Eski taktika. Xo'p. Faqat shu holatda buy stop ishlataman. Nimaga? Chunki bozor sikli, bozor algoritmi odatda mana qilib yuradi. Mana ko'tarilsa, endi oddiy texnik analiz olaman. Hech qanaqa fundamentalsiz, sekin ko'tariladi, lekin tushishda birdaniga qulaydi. Любой bozorni любой time frame da ko'rishingiz mumkin. Oddiy qilib aytganda, narx tezroq qulaydi chiqishdan ko'ra. Chiqishda odatda sekin bo'ladi, birdaniga keyinchalik tashib beradi. Ayniqsa Yapon yenalariga bu narsa tegishli. To есть, biz qanaqa qilib ishlatishimiz mumkin? Sell stopni oddiy mana shu klassik trend liniyasini oladigan bo'lsak, mana chiqyapti. Trend liniyani yorishdan oldin yoki yorib o'tgandan keyin ham sell stopni qo'yishingiz mumkin, misol uchun. Bu birinchi usuli. Nimaga? Chunki katta ehtimol bilan narx pastga qarab ketadi. Trend liniya faqat ideal bo'lishi kerak. Agar trend liniya mana bunaqa ideal bo'lmasa, mana bunaqa holatda endi sal tushunarsiz trend liniya bo'lsa, prosta yorib, mana bundoq dalish tepaga qarab ketaveradi. Sizlarni sell stopinglarni ilib. Buy stopda ko'plar qanaqa xatoga yo'l qo'yadi. Nimaga? Odatda ishlatmayman texnik analizda. Mana bundoq ketyapti. Mana shu zonani yorib o'tgandan keyin tepaga ketadi deb o'ylaydi. Mana bularga o'zicha buy stop qo'yib qo'yadi. Va nima bo'ladi? Bu yoqda endi likvidnostlarni teradi deysizlarmi yoki stop losslarni yig'ishtiryapti deysizlarmi yoki ложный пробой qilyapti deysizlarmi? Bundoq buy stopinglarni oladi, mana bu yerdan qarasanglar buy ochiladi, narx bitta pastga tashab beradi va qarabsizlarki, u ichidan buy olib qo'ygan bo'lasizlar. O'shaning uchun bozorni oldiniga tushunishga harakat qilinglar. Qaysi yo'nalish bo'yicha ketyapti? Iloji boricha trend bo'yicha ishlashga harakat qilinglar. Hop. Sell stopni yo'llari juda ham ko'p. Misol uchun odatda mana konsolidatsiyani olamiz yoki farqi yo'q. Mana bunaqa holatlarda ham ishlataman. Mana narx yuribdi. Mana bu zonaga shamlar o'zi yopishib qolganda, sal atkat beryapti tepaga va yana qaytib kelyapti. To есть qo'yib yubormayapti-da mana bu zonani. Bu haqida ham video olganman. Bu degani katta ehtimol bilan yorib o'tmoqchi. Bayga ham xuddi shu tegishli mana. Bundoq shamchalar zonaga qapishib qoladi, qo'pol qilib aytganda. Sal yana orqa yurishi mumkin, sal yana yaqinlashadi, qo'yib yubormaydi shu zonani. Katta ehtimol bilan bu ishlaydigan strategiya
yorib o'tadi dalishi. Iloji boricha shu sistemani sell stopda ishlatinglar. Mana bu yerga sell stop qo'ysanglar, dalishi bozor yorib o'tgandan keyin katta ehtimol bilan impuls bilan dalishi ketadi. Zonalarga ham bu tegishli, уровеньga ham tegishli. Endi уровень mavzusi bu juda ham nozli mavzusi ham bo'ladi. Уровень bundoq ingichka bo'ladi odatda va qanaqadir kuchli, qanaqadir zonalar bo'ladi. O'sha yerga yaqinlashgandan keyin o'sha уровеньni yorib o'tsa, bemalol buy stop yoki sell stopni ham ishlatishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, buy stopni tushunib oldik sell stop bilan. Endi buy limit va sell limit. Ularni ko'p ishlataman, lekin buy limitni ko'proq ishlataman. Nimaga desanglar, odatda bozorda olamiz. Misol uchun tilla nima bo'lyapti? Bu yerda faqat ko'tarilyapti, ko'tariluvchan trend. То есть tilla qancha atkat bermasa ham, уже yillar davomida tarixni ko'ryapsizlar, faqat ko'tarilib boryapti. O'shaning uchun qanaqadir kuchli zonalarni topganinglardan keyin haftalik qanaqadir kuchli takoy buy zonalar bo'ladi-yu, o'sha yerga qo'rqmasdan buy limitlarni taxlashinglar mumkin. Buy limit mabodo kimdir nimaligini bilmasa, misol uchun tasavvur qilamiz, bu hech qanaqa signal emas. Mana bu yerda zona bor deylik. Mana masjidga kelsa, bilasizlar, aniq narx tepaga qarab ketadi. То есть masjidga buy limitlarni o'rnatasizlar. Buy limit. Xohlasanglar 10 ta, xohlasanglar 20 ta, 30 ta, endi depozitinglar qancha limitlarni, qancha lotlarni ko'tarsa, shuncha o'rnatishinglar mumkin. Masjidga narx yaqinlashsa, avtomat tarzda buy ochiladi. Ya'ni tepadan pastga kelsa, buy ochiladi. Bizning maqsadimiz shu buy limitni olib, dalishi tepaga ketish. Buy limit, sell limitlarni ham yengillik, ya'ni fundamental chiqqan vaqtda ishlatishinglar mumkin. Ko'plar savol beradi, nima fundamental yengillikda broker limitlarni ochadimi? Albatta ochadi. Men har doim videolarni tagida o'zim ishlaydigan brokerlarning havolasini qoldiraman. Hech qanaqa yomonlash emas, lekin Xnestda ham, Libertexda ham ishlab ko'rganman. Unaqa limitlar olmaydi. Men ishlaydigan brokerlar RoboForex va Amarkets hozirgi vaqtda. Ularning spredi yengilliklarda unaqa katta o'ynamaydi va boshqa brokerlarga nisbatan limitlarni olish imkoniyati yuqori darajada bo'ladi. Shuning uchun qo'rqmasdan ular bilan savdo qilaman. Xo'p. Xohlasanglar bunday buy limitlarni qatgacha narx kelsa, o'shancha buy limitlarni teradi, avtomat tarzda buy ochiladi. Va mana kechagi video olganim bo'yicha xuddi shunaqa sistemani ko'rsatganman. Mana bu yerda misol uchun zona bor dedim. Mana bu yerda zona bor deganman va mana shularga limitlarni tahlil deganman. Faqat endi sell limit. Xuddi boyagi taktika. Hozirgi narxdan faqat tepasida sell limitlarni o'rnata olasizlar. Bu yoqda farqi yo'q. Bu yoqda sell limitlarni o'rnata olasizlar. Hozirgi narxdan pastda faqat buy limitlarni o'rnata olasizlar. Bu degani sell limitga yetib kelsa narx avtomat tarzda robot sell ochadi. Sell limit, buy limitlarni qachon ishlataman? Qachonki zonalarga yaqinlashsa, faqat shu zonalar bilan основной ishlayman. Hop, video foydali bo'lgan bo'lsa like, hammaga omad.